Ayollarimiz qornini после родов ketqizish yo'lida bo'lishadi. Men birinchi navbatda aytgan bo'lardim, ularni stressga tushmasdan normada uxlashni boshlashlarini. Uxlashmaydi. Uxlamaslik ham ozishda juda ham katta rol o'ynaydi, bilasizmi? Oynaga qaraganda oynadagi aksiyalardan mamnun bo'lib, hamma ko'ylaklarni kiyganinglarda bu ustinglarda chiroyli turishini xohlasanglar, hamma narsani podrat yeyavermanglar. Bu fast foodlar, gazirovkalar, shirinliklar, bu narsalarsiz ham hayot bor ekan. Ya'ni siz agar vaqtida organizmingizga kerakli vitaminlarni, ya'ni badlarni bersangiz, bu badlar biologически aktivna добавка. Bular dori emas. Biz bu narsani organizmimizga ovqatga qo'shimcha berishimiz kerak. Ana o'shanda sizda na shirinlikka bo'lgan ehtiyoj bo'ladi, na boshqa narsaga talab bo'ladi. Ya'ni mumkin emas bo'lgan narsalarni yegiz kelmaydi. Qoringa keladigan bo'lsak, birinchi navbatda defitsit kaloriya qilish kerak. Ozishda o'zi defitsit kaloriya, boshqa yo'li yo'q ozishni. Faqat kaloriyani qisqartirar ekansiz, harakatingizni ko'paytirar ekansiz, siz vesangiz tushish boshlaydi. Qorinda esa defitsit kaloriya plus упражнениялар, ya'ni fiz nagruzkalar.